Valilar, nimasi ota-onalarga bu ko'proq taalluqli. Ota-ona ishlayotgan paytda agar sizning farzandlaringiz o'ynab kulsa, albatta sizning nabiralaringiz gadoychilik qilar ekan. Bu yapon xalq maqoli. Buni fikrlashimiz kerak. Keyin yoshlar bilib olinglar. Bu dunyoda eng qimmatbaho narsa ilm bo'lgan bo'ladi bundan keyin. Mana o'yinlik bitta yadro fizikni hozirgi kunda oyligi, bir oylik oyligi $35,000 ekan. Endi yoshlar ota-onamiz sharoit yaratib berganda o'qiylik, bir oylik olaylik. Eng olimlarning eng faxrlanadigan narsasi bittasi bo'lar ekan, yana nima ekan bilasizlarmi? Sizlarga ota-onasiga ming rahmat deyiladi. Beruniyning otasiga rahmat, onasiga ming rahmat. Ota-onangizga rahmat eshittirmoqchimisizlar yoshlar? Yaxshi o'qinglar, yaxshi katta inson bo'linglar. Otasiga rahmat, onasiga rahmat deyiladi. Valilar, nimasi ota-onalarga bu ko'proq taalluqli. Ota-ona ishlayotgan paytda agar sizning farzandlaringiz o'ynab kulsa, albatta sizning nabiralaringiz gadoychilik qilar ekan. Bu yapon xalq maqoli. Buni fikrlashimiz kerak. Keyin yoshlar bilib olinglar. Bu dunyoda eng qimmatbaho narsa ilm bo'lgan bo'ladi bundan keyin. Mana o'yinlik bitta yadro fizikni hozirgi kunda oyligi, bir oylik oyligi $35,000 ekan. Endi yoshlar ota-onamiz sharoit yaratib berganda o'qiylik, bir oylik olaylik. Eng olimlarning eng faxrlanadigan narsasi bittasi bo'lar ekan, yana nima ekan bilasizlarmi? Sizlarga ota-onasiga ming rahmat deyiladi. Beruniyning otasiga rahmat, onasiga ming rahmat. Ota-onangizga rahmat eshittirmoqchimisizlar yoshlar? Yaxshi o'qinglar, yaxshi katta inson bo'linglar. Otasiga rahmat, onasiga rahmat deyiladi.